Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan number metodlari bo'yicha 11-chi darsimiz va bugun ko'radigan metodimiz mass power metodi bo'ladi. Mass power metodi nima qiladi? Sonni darajaga o'chiradi. Ya'ni x bizga asosiy son, y daraja bo'ladi. Ya'ni ikkita qiymat oladi. X bizga asosiy sonimiz bo'ladi. Ya'ni biz 5 ni darajaga ko'tarmoqchi bo'lsak 5 bu x, y darajasi 5 ning nechinchi darajasi? Misol uchun 3-chi darajasi demoqchi bo'lsak, y o'rniga 3 ni qo'yamiz. Ya'ni x ning y-chi darajasini hisoblaydi. Qanday ishlaydi? Kodni kopiya qilib olaman. Bu yerga tashlayman. Konsolga mass power metodi chaqirilgan va 2 sonining 3-chi darajasi berib yuborilgan. 2 ning 3-chi darajasi 2 kere 2 4, 4 kere 2 8 bo'ladi. 5 ning 25-chi darajasi va 3 ning 4-chi darajasi barcha hisoblab chiqilgan. Ya'ni matematik qoidaga asosan hisoblaydi JavaScriptning bu metodi ham. Ishga tushirib ko'ramiz. Numbers.js. Mana 8 25 81. Bu yerda 2 ning 3-chi darajasi hisoblandi, bu yerda 5 ning 2-chi darajasi hisoblandi va oxirida 3 ning 4-chi darajasi hisoblandi. Va ikkinchi qismga o'tamiz. Birinchi va 0-chi darajalar bor, ya'ni bizda. Buni yerga tashlaymiz. Mass power metodi chaqirilgan konsolga 7 ning 1-chi darajasi, ya'ni 7 ning 1-chi darajasi 7 bo'ladi. Va mass power metodi 9 ning 0-chi darajasi, har qanday sonning 0-chi darajasi bu 1 ga teng bo'ladi. Misol uchun buni ishga tushiramiz. Mana 7 ning 1-chi darajasi 7, 9 ning 0-chi darajasi bu 1 ga teng. Va stringdagi son. Men bu xatoni kopirovать qilaman, kommentariya qilaman. Va bu yerga tashlayman. Mass power metodi chaqirilgan. String ichida 3 ning string ichidagi ikkinchi darajasi berilgan. Ya'ni mass power ham JavaScriptdagi numberning qo'llangan metodlari singari string ichidagi sonni numberga aylantirib beriladi. Ishga tushirib ko'ramiz. Natija 9, ya'ni 3 kere 3, 9 ikkinchi darajasi, ya'ni 3 ning kvadrati bizda 9 bo'ladi. Buni kommentariya qilaman va oxirgi qismda to'g'ri qiymat beradigan bo'lsak, buni kopirovать qilib olib tashlayman. Mass power metodi chaqirilgan va a ning ikkinchi darajasi berilgan. Ya'ni bu yerda 2 son bo'lgani bilan a son emas. Shuning hisobidan ham bu xato ishlaydi. Ya'ni notanamlik son emas degan xatolikni qaytaradi. Mana. Bugungi darsimiz shundan iborat edi. Hammaga rahmat.